China is a terrorist state! Xitoy bosh ministri Li Changning Avstraliya ziyorati Avstraliyadagi Uyg'ur, Tibet, Hong Kong va Falun Gongchilarning qattiq noroziligiga uchirgan. Bu Xitoy bosh ministrining 7 yildan keyin Avstraliyadagi tunji ziyorati bo'lib, Li Chang bu qitimqi ziyoratining tunji bekiti bo'lgan Avstraliyaning Adelaide shahriga kelganda Adelaide'da yashaydigan Uyg'ur, Tibet, Hong Kong, Tayvan va Xitoy o'qituvchilarining qattiq qarshiligiga uchirgan bo'lib, 16-iyun kuni Adelaide'da, 17-iyun kuni Avstraliya poytaxti Canberrada keng ko'lamli birlashma namoyish o'tkazilgan. Li Changning bu qitimqi Avstraliya ziyorati Xitoy bir qism Avstraliya mahsulotlari qo'ygan tamojni bejini bekor qilganligi va Avstraliya fuqarolariga viza kechirim qilinganligi munosabati bilan elib berilgan. Xitoyning Avstraliyadagi elchixonasi va Adelaide'dagi konsulxonasi namoyishchilarning ovozini besiqtirish uchun ko'p sondagi Xitoy o'quvchilari va Avstraliyada yashaydigan Xitoylarni tashkillab akelgan bo'lib, namoyishchilar bilan Xitoylar orasida qisqa bir surkilish kelib chiqqan. Naq maydondagi soqchilar darhol namoyishchilar bilan Xitoyning yollanma namoyishchilarini ayirib etgan. Bugün yani 17-iyun günü Li Changning Avstraliyada dağdug'uluq kutib olish murosimiga qarshi Avstraliya poytaxti Canberradami keng ko'lamli birlashma namoyish davom qilgan bo'lib, bu namoyishdami Xitoy elchixonasi va Avstraliyadagi Xitoy korxonachilari 2-3 ming Xitoy o'quvchi va Xitoy ko'chmanlarini yollab dağdug'uluq kutib olishga chiqargan va namoyishchilar bilan Xitoy namoyishchilar orasida keskin surkilish yuz bergan. Xitoy namoyishchilar Uyg'ur va boshqa namoyishchilar shuar tovlaganda qizil naqshlarni va shuarlarni tovlagan ham namoyishchilarning bayroqlarini Xitoy qizil bayrog'i bilan to'sishga uringan. Oxirda naq maydondagi soqchilar darhol harakatga kelib, Xitoyga qarshi namoyishchilar bilan Xitoy hukumati tarafdorlari Xitoylarning o'rnini ayirib etgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ichki ishlar komiteti müdiri Baxtiyor Bo'ri apandining bildirishicha, Canberradagi namoyish Li Chang parlament binosiga kelganda boshlangan bo'lib, namoyishchilar parlament binosi oldida namoyish olib borgan. Namoyishga Uyg'ur, Tibet, Hong Kongliklardan bo'lib 1000 ga yaqin kishi qatnashgan. Namoyish jarayonida Li Changni qarshi olishga chiqqan Xitoylar tilaqarat va yo'lsiz usullar bilan Tibet, Uyg'ur va Hong Konglik namoyishchilarga hujum qilmoqchi bo'lgan. Adelaide, Canberra qatorliq shaharlarda olib berilgan bu namoyishlar yana Guardian, Reuters, Al Jazeera qatorliq axborot vositalarida xabar qilingan. Guardian gazeti bu qitimqi Li Changning ziyoratini Avstraliya Xitoy mushuk diplomatiyasi deb ta'riflagan. Xitoy bosh ministri Li Changning bu 2 kunlik ziyorati jarayonidagi noroziliklar va namoyishlar Avstraliya matbuotlarida keng ko'lamda xabar qilingan bo'lib, Uyg'ur namoyishchilar Xitoy irqiy qirg'inchilikni to'xtat, Sharqiy Turkistonga ozodlik, Sharqiy Turkistonga mustaqillik, Tibetga mustaqillik, Xi Jinping diktator degandek shiorlarni tovlagan. China is a terrorist state! China is a terrorist state! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Tibet! Freedom for Tibet!